Farishta Allohni ko'ra olamdi? Savol. Assalomu alaykum. Farishta Allohni ko'ra olamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Farishtalarning Janobi Alloh subhanahu va taoloni ko'ra olish to'g'risida olimlar o'ttirsida ko'z qarash o'xshashmasligi bor. Lekin Qur'on yoki sahih hadislarda ya Jibril alayhissalomning yoki boshqa farishtalarning Alloh taoloni ko'rganligi haqida biror dalil yo'q. Aniq dalil bo'lmagan bundaq bir masalada kesib aytqili bo'lmaydi. Miroj haqida kelgan hadisda Jibril alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga qalamlarning shirildigan ovozini anglig'icha o'rlaganligi bayon qilingan. Ko'rganligi haqida bayon yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Andın mən örləgəncə bir mənzilga chiqdimki, u yerdə qalamlarning shirildigan ovozini angladim degan. Lekin bu masalada talash tortishning sababi aniq dalil bo'lmaganligidandir. Al-Iz ibn Abdussalam qatorliq bir turkum olimlar farishtalar Alloh taoloni ko'rolmaydi deb qaragan. İmam Abul Hasan al-Ash'ari rahmatullohi alayhining Al-Ibana degan kitobida farishtalarning Alloh taoloni ko'rdiganligi bayon qilingan. İmam Bayhaqi va Ibnul Qayyim qatorliq olimlar bu qarashni yoqlagan. Her iki taraf öz qarashlarga ba'zi zaifrak yoki dalolati aniq bo'lmagan hadislarni dalil qilib keltirgan. Ko'rolmaydi deganlar farishtalar ko'rolmagan ahvolda jinlar albatta ko'rolmaydi deb qaragan. Yana ba'zilar jinlarning mu'minlari ko'ralaydi degan. Sahihu Muslimda kelgan bir hadisda u Allohning hijobi nurdindir. Navoda hijobni echivasa zotidagi nurlarga ko'zi tushgan mahluqlarni ko'ydirib o'tgan bo'ladi. Bu hadisning umum lafzi dunyoda farishtalarning Alloh taoloni ko'rolmaydiganligini ko'rsatadi. Oxiratda bo'lsa, farishtalar bilan mu'min jinlar ko'ralaydiganligi Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Qandaqla bo'lmasin, bu masala bir musulmon kishining ya aqidasiga, ya amal ibodatiga chetishliq ish bo'lmasdan, balki ortiqcha izlanib boqadigan savod xarakteridagi ilm doirasiga kiradigan masala bo'lg'achqa, Qur'on bilan sahih sunnatdami aniq bir ko'rsatma kelmagan. Şuna bu türlük meselelerini koyup aqidimizga, kunlik hayotimizga, amallarimizga bevosita chetishliq bo'lgan masalalarga yuzlanish dunyo va oxiratligimiz uchun yaxshi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 17-numorliq fatvo.